Nima uchun mol bozori tong qorong'isida boshlanadi? Bunisiga javob yo'q. Hamma bozorini bitirish uchun. Vaqtli sotadi, bor bozorini qiladi. Vaqtlab sotib bozor bitirish uchun. Ha, ko'pchilikka pul kerak vaqtli. Ha, Shu molini sotaman, shu ishni bitiraman deydi. shuni bitirishga. Bu ham to'g'ri javob. Nima uchun mol bozori tong qorong'isida boshlanadi? Shu savol meni qiziqtirib qo'ydi. Ertalab uyqudan tursam, qo'shnilarimizning mollari mo'rab o'z bozorlarga tayyorgarlik qilyapti, mollarni olib chiqib ketishga. To'xtadim, nima uchun? Aynan mol bozori tong qorong'isida boshlanadi-yu. Shu savolga javob topish maqsadida men Popdagi mol bozorimizga chiqdim bozor kunida. Endi tongga orishyapti. Mashinalar to'la, odam ko'p. Hozir kirib shu savollarga bir ikkita odamlardan javob qidirib ko'ramiz. Odamlar kelyapti bozorga. Tong qorong'isi. Mol bozor avjida bo'lyapti. Mollar ozanda kelishni boshlagan. Qo'ylar. Mana uni qo'ylaring mana. Bitta navbatdan 25 ming. Az. Keling. İşte. Bittami? Mana chekingiz oldi. Kelyapsizlar. Ha, kelyapti. Bo'ldi, yuring ikkita. Hozir beramiz zaten. Oldim. Bola olib kiraveradi. Mol bozori avjida. Qo'y bozor. Mol qo'ylar kelishni boshlagan. Hormaylar. Doston. Ye. Yaxshi. Yaxshimi? Sizlar? Rahmat. Turavering, savol beraman. Yo'q, menga savol berdi. Adham akamga beraymi? Adham akamga bering. 20. Nimaga mol bozor tong qorong'isida boshlanadi? Suvlari borda mana. Ularlar bosh ketyapti mana kattasi. Nima sababdan shu mol bozori tong qorong'isida boshlanishiga Hayvon sabab? kamda hayvon kam. Hayvon kamligi hisobiga. Shunga ko'chatdan yo'llar Yana bitta qiziq savol. Nima uchun yo'lkiralar hayvonlar uchun qimmatroq, odam uchun arzon? Lekin odam komfortda yuradi, sovuq emas. Ichkarida pechkalar yoniq bo'ladi. Ammo mollarda bo'lsa, ochiq aravalarda olib kelinadi, odamni yo'lkirasidan ko'ra 2 barobar qimmatroq bo'ladi. Savolga javob bormi? Yalla kommentga yozib ketinglarchi.
Bormaylar. Bitta savol bor-da. Savol gapiring. Nimaga mol bozori tong qorong'isida boshlanadi, qo'y bozorlar? Hamma vaqtli turibdi shu an uchun. Vaqtli turmaydiganlar ham bor-ku o'zi. Mol bozoriga chiqadiganlar vaqtli turibdi. Qorong'ida aldashmasa. Yo bu qanaqa bo'ladi? Bitta qiziqarli javob chiqib qoldi. Qorong'ida aldab sotish osonroq bo'ladi. Qolganlardan ham so'rab chiqamiz. Kimda shunaqa qiziqarli javoblar bor ekan? Shoshilmay Akalar bitta savol bor-da, maylimi? Nima uchun mol bozori tong qorong'isida boshlanadi? Qo'y bozor. Undan keyin o'zimiz ish qilamiz, uyda bor. Keyin boshqa ishlar bitirish uchun, ha? Bu ham to'g'ri savol, to'g'ri javob. Bozor ham bo'lar ekan. Qo'y bozoridamiz. Akalar bitta savol bor, maylimi? Qaramayapti, qorong'ida. Nimaga mol bozor tong qorong'isida boshlanadi? Salomatlik. Yaxshimisiz? Zemisiz? Dilshod aka, nimaga mol bozor tong qorong'isida boshlanadi? Hamma tirikchilikka Hamma tirikchilikka. Endi oxir boshlansa yaxshi edi, Mol bozor vaqtli boshlangani yaxshi, ha? ham o'zini boradi, ishini qiladi. Vaqtli ishni bitirib, qana ishni boshlaydi. To'g'ri. Shu bolacha ham bozorda savdo qilib tirikchilik qilgan. Bo'ldi. Bitta savol bor, bilim bersam. Nimaga mol bozori, qo'y bozori tong qorong'isida boshlanadi? Nimaga mol bozori yoki qo'y bozori tong qorong'isida boshlanadi? Tong qorong'isida boshlanish sababimi? Ha. Sababi bilishimcha shu, bag'liroq bozor kuni odamlar hamma bag'liroq qutulishdi. Tezroq sotib. Tezroq sotib. Hozir ishlarni qilishga. Hozir bitta odam qiziqarli javob berdi-da. Molni aybi bo'lishi mumkin, qo'yini aybi bo'lishi mumkin. Shu narsalarni aldab sotish uchun qorong'ida boshlanadi. Shu qanchalik to'g'ri? Bu ham Bu ham asl ma'noda to'g'ri. Kimda shu savolga shunaqa javob, qiziqarli javoblar bor, yozib ketinglarchi. Yaxshi. Demişler. Keling, moljon ekan. Yaxshimisizlar? Bitta savol bor zo'qda. Maylimi? Nima uchun mol bozori tong qorong'isida boshlanadi? Bunisiga javob yo'q. Hamma bozorini bitirish uchun. Molingizlar. 100. Nima uchun mol bozori tong qorong'isida boshlanadi? Yorug'da qochib ketadi shekilli. Yorug'da qochib ketadi shekilli. Hozir mana shu joyda rosa ayni molni
Bozori qizib turibdi. Borish savolni berib ko'raman. Bozorlar yo'q. Va xormaylar, bitta savol bersam maylimi? Nima uchun mol bozori tong qorong'isida boshlanadi? Siz anchadan buyon bozordasiz. Qancha bo'ldi narxi? 35 million. Bozorga bitta mol chiqibdi, egasidan qochib ketgan. Qochib yuribdi, qaldan bu. Egalari ushlolmayapti. Ko'chaga chiqmagan mol olish kerak. Mol bozorida bu savolga javob topolmadik. Bir kishidan ona qiziqarli javob bo'ldi. Shu javob qanchalik to'g'ri? Keyin yana bitta savol. Nima uchun faqat popda bo'ladimi shunaqa bozor? Tong qorong'isida yoki boshqa vodiyda boshqa joylarda ham bormi? Men eshitganman, vodiyda o'zida shunaqa bozor bo'ladi deb. Narigi voha tomonlarda, Qashqadaryo, Surxondaryo, ash tomonlarda mol bozori 7-8 dan keyin boshlanadi deb eshitganman. Bilganlar kommentariyaga yozib ketinglarchi. Yaxshimisiz? Taroziga ketyapti. Bozor xodimlaridan so'rasam, eshitda izbosh yig'adigan odamlardan shu savolga javob so'rasam, bizni nimaga videoga olyapsan? Kimsan sen degan savollarni eshitdim.